Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. SSSR davrida, ya'ni Sobiq ittifoq vaqtida ishlagan mehnat daftarchasida eski yozuvlari bor pensionerlarni kutilmagan yangilik kutishi mumkin. Bu mavzu har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga va ota-onasining pensiyasini tekshirtirmoqchi bo'lgan oilalarga bevosita tegishli. Chunki ko'p odamlar pensiya tayinlangandan keyin hammasi tugadi. Endi hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim holatlarda ish staji qayta ko'rib chiqilishi, yo'qolgan yillar topilishi, hujjatlar tiklanishi va pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Men sizdan hoziroq kanalga obuna bo'lishingizni va videoga like bosishingizni so'rayman. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha kech eshitiladi. Odam hujjatini vaqtida tekshirtirmasa, o'ziga tegishli imkoniyatdan foydalanmay qolishi mumkin. Endi masalan oddiy, tushunarli va amaliy tarzda ko'rib chiqamiz. Avval qanday edi? SSSR davrida odamlarning ish staji asosan mehnat daftarchasi orqali tasdiqlangan. Korxonaga ishga kirgan kun yozilgan, ishdan bo'shagan kun yozilgan, lavozim, buyruq raqami, muhr, imzo bo'lgan. O'sha paytda hamma narsa qog'ozda yuritilgan. Zavod, kolxoz, sovxoz, qurilish boshqarmasi, tuman savdo tashkiloti, shifoxona, maktab, transport korxonasi, aloqa bo'limi yoki boshqa tashkilotlar o'z arxivini alohida saqlagan. Bugun esa vaziyat o'zgargan. Ko'p korxonalar allaqachon tugatilgan, nomi o'zgargan. Boshqa tashkilotga qo'shilgan yoki umuman ishsiz yo'qolgandek ko'rinadi. Shuning uchun ayrim pensionerlarning mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin pensiya organi u davrni to'liq hisobga olmagan bo'lishi mumkin. Ba'zida yozuvdagi muhr xira bo'ladi. Buyruq raqami o'qilmaydi. Ishga kirgan sana borib, bo'shagan sana noto'g'ri yozilgan bo'ladi. Ba'zida esa mehnat daftarchasi yo'qolgan, yongan, suv bosgan yoki ko'chish paytida qolib ketgan bo'ladi. Mana shu joyda asosiy syurpriz paydo bo'ladi. Agar inson SSSR davrida haqiqatdan ishlagan bo'lsa, lekin bu staj pensiyaga to'liq kiritilmagan bo'lsa, u hujjatlarni tiklash orqali o'z pensiyasini qayta ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Men bu gapni shunchaki umid berish uchun aytmayapman. Amaliyotda ko'p holatda odamlar eski arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqidagi ma'lumot, harbiy xizmat yoki o'qish davrini tasdiqlovchi hujjat topib, pensiya hisob kitobini aniqlashtirishga erishgan. Nima o'zgardi? Hozir davlat xizmatlari, arxivlar va pensiya organlarida ma'lumotlar bilan ishlash tartibi avvalgiga qaraganda ancha tartibli bo'lib boryapti. Lekin bu degani hamma narsa avtomatik topiladi degani emas. Ayniqsa SSSR davridagi qog'oz hujjatlar bo'yicha pensionerning o'zi yoki uning vakili harakat qilishi kerak bo'ladi. Kimdir men yartim yil ishlaganman, lekin pensiyam nega kam deb yuradi. Tekshirib ko'rilsa, hisobda yartim yil emas, 30 yil turgan bo'lishi mumkin. Farq esa katta. Men birinchi navbatda quyidagi pensionerlarga e'tiborli bo'lishni maslahat beraman. Birinchisi, 1970, 1990 va 1990 yillarining boshida ishlaganlar. Aynan shu davrda korxonalar ko'p bo'lgan, keyin ularning ko'pi tugatilgan. Ikkinchisi, kolxoz va sovxozlarda ishlaganlar. Chunki qishloq xo'jaligidagi mehnat yozuvlari ba'zida to'liq yuritilmagan yoki kunlik mehnat ishtiroki oldi daftarlar orqali hisoblangan. Uchinchisi, qurilish, ekspeditsiya, mavsumiy ish, paxta terimi, chorvachilik, ombor, transport va sanoat korxonalarida ishlaganlar. To'rtinchisi, mehnat daftarchasida muhrlar xira, yozuvlar tushunarsiz yoki sahifalar yirtilgan bo'lganlar. Masalan, bir ayol 1978 yildan 1996 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida ishga qabul qilingan yozuv bor, lekin ishdan bo'shash yozuvida muhr deyarli o'qilmaydi. Pensiya tayinlanganda shu davrning bir qismi hisobga olinmagan. Ayol men baribir pensiyaga chiqdim, endi nima foyda deb yurishi mumkin. Lekin agar u viloyat arxividan yoki o'sha fabrikani qabul qilib olgan tashkilot arxividan buyruqlar nusxasini olsa, 8 yil staj tiklanishi mumkin. 8 yil oddiy raqam emas. Pensiya hisobida har bir yil ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ayniqsa umumiy staj chegarasi yetmay qolganlarda. Yana bir misol. Erkak kishi 1982 yildan 1990 yilgacha sovxozda mexanizator bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin ish haqidagi ma'lumot yo'q. Pensiya hisobida o'rtacha ish haqi past olingan. Agar arxivdan oylik ish haqi vedomoslari topilsa, ayrim hollarda hisob kitob uchun qulayroq davr tanlash imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Albatta har doim ham juda katta oshish bo'ladi deb aytmayman.
Ba'zida farq kichik bo'ladi. Ba'zida esa sezilarli bo'ladi. Muhimi, odam o'z huquqini tekshirtirishi kerak. Uchinchi misol. Ayol 1985 yilgacha maktabda ishlagan, keyin farzand parvarishi bilan uyda bo'lgan, keyin yana ishga qaytgan. Pensiya hisobida faqat keyingi yillar ko'rsatilgan. Sababi mehnat daftarchasining bir sahifasi eski va noto'g'ri rasmiylashtirilgan. Bunday vaziyatda ish joyidan berilgan buyruq, ish haqi qaydnomasi, arxiv ma'lumotnomasi, hatto tashkilot nomi o'zgarganligi haqidagi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjat topilsa, ilgari yo'q deb turgan yillar hisobga olinishi ehtimoli bor. To'rtinchi misol juda ko'p uchraydi. Odam armiyada xizmat qilgan, keyin zavodga kirgan, lekin pensiya hisobida harbiy xizmat davri yoki o'qish davri noto'g'ri aks etgan. Harbiy bilet, arxiv ma'lumotnomasi yoki o'quv yurtining diplomi ayrim vaziyatlarda umumiy stajni tasdiqlashga yordam beradi. Bu yerda muhim narsa shuki, hujjatning o'zi yetarli shaklda bo'lishi kerak. Oddiy men o'qiganman yoki men xizmat qilganman degan gap yetmaydi. Sanalar, muhr, imzo va rasmiy ma'lumot bo'lishi zarur. Kimlar ko'p xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning mehnat daftarchangiz to'liq, yozuvlar aniq, pensiya tayinlanganda barcha ish yillari hisobga olingan, sizga berilgan pensiya hujjatlarida staj to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin men baribir bir marta tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki odam ko'pincha hammasi joyida deb o'ylaydi, lekin hisob varaqda 1-2 yil tushib qolganini keyin biladi. Ayniqsa pensiyaga chiqilganiga ko'p yil bo'lgan bo'lsa, hujjatlar eski tartibda qabul qilingan bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv avtomatik ravishda qabul qilinavermaydi. Yozuvda sana lavozim, buyruq raqami, tashkilot nomi, mas'ul shaxs imzosi va muhr bo'lishi kerak. Agar bitta element yetishmasa, pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bu pensionerga nisbatan ishonchsizlik emas, balki rasmiy tartib. Chunki pensiya davlat mablag'i hisobidan to'lanadi va har bir yil hujjat bilan asoslanishi kerak. Ikkinchi nozik jihat. Korxona tugatilgan bo'lsa ham, bu hujjat butunlay yo'q degani emas. Ko'p hollarda tugatilgan korxonalar hujjatlar tuman, shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'ladi. Ba'zida hujjatlar voris tashkilotda saqlanadi. Masalan, eski Raypotrepsoyuz hujjatlari keyinchalik boshqa iste'mol jamiyati arxiviga o'tgan bo'lishi mumkin. Eski zavod boshqa nom bilan ishlayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi rad javobidan keyin to'xtab qolmaslik kerak. Bunday korxona yo'q degan javob hujjat yo'q degani emas. Uchinchi nozik jihat. Familiya, ism yoki otasining ismidagi farqlar katta muammo bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova Dilbar deb yozilgan. Pasportda Dilbar Karimovna yoki nikohdan keyin familiya o'zgargan. Agar nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, eski stajni bog'lash qiyinlashadi. Ayollar uchun bu juda muhim. Men ko'p holatda aynan nikoh guvohnomasi yo'qligi sababli arxivdagi to'g'ri hujjatni pensionerga bog'lab berish qiyinlashganini ko'rganman. To'rtinchi nozik jihat. Guvohlar masalasi. Ba'zi odamlar men bilan birga ishlagan 2 kishi bor. Ular tasdiqlaydi deydi. Guvohlarning ko'rsatmasi ayrim hollarda yordam berishi mumkin, lekin bu har doim ham asosiy dalil bo'la olmaydi. Eng kuchli dalil baribir arxiv hujjati, buyruq, ish haqi qaydnomasi, shaxsiy kartoshka, mehnat daftarchasi yoki rasmiy ma'lumotnoma hisoblanadi. Guvohlar esa ko'proq hujjat topilmagan. Lekin ish haqi va stajni boshqa yo'l bilan tasdiqlash zarur bo'lgan alohida vaziyatlarda ko'rib chiqilishi mumkin. 5-chi nozik jihat, hamma topilgan staj pensiyani katta miqdorda oshiradi deb o'ylamaslik kerak. Ba'zida odam 3 yil qo'shimcha staj topadi, lekin pensiya miqdoridagi farq juda kichik bo'ladi. Ba'zida esa aynan o'sha 3 yil muhim chegarani to'ldiradi va natija sezilarli bo'ladi. Shuning uchun avval hujjatlarni yig'ish, keyin hisob kitobni mutaxassis bilan ko'rish kerak. Men hech kimga albatta falon so'm oshadi deb va'da bermayman. To'g'ri yondashuv. Avval fakt, keyin hisob, undan keyin xulosa. 6-chi nozik jihat, ish haqi ma'lumotlari. SSSR davridagi oyliklar so'mda eski pul birligida yuritilgan. Pensiya hisobida ular tegishli tartibda qayta hisoblanadi. Bunda qaysi davr ish haqi sifatida olinishi, qaysi yillar foydaliroq ekani muhim bo'lishi mumkin. Masalan, bir odam 1970 yilda past oylik olgan, 1980 yilda esa ustama, mukofot va yuqori razryad bilan ko'proq olgan. Agar qonuniy tartib imkon bersa,
foydaliroq davr hujjati pensiya hisobida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Lekin ish haqi ma'lumotnomasi oddiy qog'ozda emas, rasmiy arxiv shaklida. Oyliklar bo'yicha aniq raqamlar bilan berilishi kerak. 7-nozik jihat. Mavsumiy va kolxoz ishlari. Kolxozda hamma ham yil bo'yi bir xil ishlamagan. Ba'zida mehnat kuni, norma, tabel yoki a'zolik daftari bo'lgan. Kimdir paxta mavsumida ishlagan, kimdir fermada doimiy ishlagan, kimdir brigadada mavsumiy hisoblangan. Shu sababli men kolxozda 10 yil yurganman degan gap bilan men 10 yil to'liq stajga ega bo'lganman degan gap bir xil emas. Hujjatda qaysi davr, qanday asosda ishlagani ko'rsatilishi kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingizdagi barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Mehnat daftarchasi, eski ma'lumotnomalar, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgargan bo'lsa, shuni tasdiqlovchi hujjat. Eski kasaba uyushmasi bileti, mukofot varaqalari, ish joyidan berilgan tavsifnoma, hatto eski hisob-kitob varaqalari ham foydali bo'lishi mumkin. Har bir qog'ozni tashlab yubormang. Ba'zida oddiy ko'ringan eski hujjat arxiv qidiruviga yo'l ochadi. Ikkinchi qadam, pensiya hujjatlaringizdagi stajni tekshiring. Pensiya bo'limiga murojaat qilib, sizning pensiyangiz hisobida qaysi yillar inobatga olinganini aniqlang. Mening umumiy ish stajim qanday hisoblangan, qaysi davrlar kiritilgan, qaysi davrlar kiritilmagan deb aniq so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanmaslikka harakat qiling. Agar kerak bo'lsa yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin: menga pensiya tayinlashda hisobga olingan ish staji davrlari va hisobga olinmagan davrlar bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman. 3-qadam, mehnat daftarchangizni satrma-satr ko'rib chiqing. Masalan, 1979 yil 10-martdan 1974 yil 3 iyungacha ishlagan bo'lsangiz, bu davr pensiya hisobida to'liq aks etganmi? Orada o'tkazildi, qabul qilindi, bo'shatildi kabi yozuvlar aniqmi? Sana xato emasmi? Bir joyda 1901 o'rniga 1991 yozilib qolmaganmi? Bunday xatolar bo'ladi. Ayniqsa eski siyohda yozilgan sanalar noto'g'ri o'qilishi mumkin. Agar xato topilsa, uni o'zboshimchalik bilan tuzatmang. Mehnat daftarchasiga o'zingiz yozuv kiritish yoki ustidan chizish katta muammo tug'diradi. 4-qadam, arxivga murojaat qiling. Qaysi arxivga borish kerak? Odatda korxona joylashgan tuman yoki shahar arxivi, viloyat arxivi yoki tugatilgan tashkilot hujjatlarini qabul qilgan idora. Arizada eski tashkilot nomini iloji boricha aniq yozing. Masalan, 1983-1989 yillarda Farg'ona viloyati. Qo'qon shahridagi 2 tikuv fabrikasida ishlaganimni tasdiqlovchi ishga qabul qilish, bo'shatish va ish haqi ma'lumotlarini berishingizni so'rayman. Agar lavozimni bilsangiz, lavozimni yozing. Agar bo'lim, sek yoki brigada nomini bilsangiz, uni ham yozing. Qidiruv shuncha osonlashadi. 5-qadam, agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, o'z tashkilotni aniqlang. Buni hokimlik, arxiv, soliq organlari yoki sobiq hamkasblar orqali bilish mumkin. Ba'zida internetda ham eski korxona haqida ma'lumot topiladi, lekin rasmiy murojaat baribir kerak. Telefon orqali yo'q deyishsa ham yozma ariza bering. Yozma javob keyingi bosqichda kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam, hujjatlarni olgandan keyin pensiya organiga qayta murojaat qiling. Arizada yangi aniqlangan arxiv ma'lumotnomalari asosida pensiya hisob-kitobini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Hujjatlarning nusxasini ilova qiling, aslini esa ehtiyot qiling. Agar aslini ko'rsatish talab qilinsa, ko'rsating, lekin imkon qadar tasdiqlangan nusxani topshiring. Topshirgan hujjatlaringiz ro'yxatini alohida yozib oling. 7-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini so'rang. Hujjat qabul qilinmadi degan gapning o'zi yetarli emas. Nega qabul qilinmadi? Muhr yo'qmi? Sana mos emasmi? Tashkilot nomi pasportdagi ism bilan bog'lanmayaptimi? Ish davri aniq ko'rsatilmaganmi? Sababini bilsangiz, kamchilikni tuzatish mumkin. Sababini bilmasangiz, odam bir xil hujjat bilan bir idoradan boshqasiga yuraveradi. 8-qadam, oila a'zolari yordam bersin. Ko'p pensionerlar arxivga borishga qiynaladi. Hujjat to'ldirishdan cho'chiydi. Navbatda turishga sog'lig'i yo'l qo'ymaydi. Farzandlar, nevaralar, yaqin qarindoshlar bu ishda katta yordam bera oladi. Ishonchnoma rasmiylashtirib, vakil orqali murojaat qilish mumkin bo'lgan holatlar bor. Muhimi, pensionerning ismi, pasport ma'lumotlari, eski ish joyi va yillar to'g'ri yozilsin. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Hech kimga pul berib, staj qo'shib beraman, arxivsiz hal qilaman, tanishim bor degan gaplarga ishonmang.
Staj faqat qonuniy hujjatlar asosida tasdiqlanishi kerak. Noqonuniy yo'l bilan olingan hujjat keyin katta muammo keltirishi mumkin. To'g'ri, yo'l ba'zida sekinroq, lekin xavfsizroq. SSSR davrida ishlagan pensionerlar uchun asosiy yangilik shuki, eski ish staji yo'qolgan deb hisoblashga shoshilmang. Mehnat daftarchasidagi kamchilik, korxonaning tugatilgani yoki arxining uzoqda ekani sizning huquqingiz tugadi degani emas. Hujjatlarni yig'ish, arxiga murojaat qilish, pensiya hisobini tekshirtirish va kerak bo'lsa qayta ko'rib chiqishni so'rash mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq mehnat daftarchangizni olib, barcha ish yillaringizni birma-bir tekshiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Balki aynan bitta eski ma'lumotnoma, bitta arxiv javobi yoki bitta to'g'ri yozilgan ariza yillar davomida e'tibordan chetda qolgan stajni tiklashga yordam berar. Sizda SSSR davridagi ish staji bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Pensiyangizda qaysidir yillar hisobga olinmaganini sezganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring.